Bo'ladiki, shunaqa qizlarda 15-16 yoshlarda ham hayit siklini ko'rinmaydi. Endi bizda shunaqa borki, qiz bolalarda o'zi o'rtacha statistik olganimizda 12-14 yoshlarda hayit sikli keladi. Bo'ladiki, shunaqa qizlarda 15-16 yoshlarda ham hayit siklini ko'rinmaydi. Bunaqada bir xil ota-onalar tushunadi bu narsani-da, o'shaning uchun ginekologga olib kelishadi. Lekin shunaqa vaziyatlar bo'ladiki, turmushga chiqsin, keyin normaga tushib ketadi, hech narsa qilmaydi deyshadi. Yoki hayit bir keladida yo'q bo'lib ketadi. Unda albatta ginekologga ko'rigidan hamma qizlar o'tish kerak. Endi qizlar kelgandan keyin biz qanday tekshiruv o'tkazamiz? Bizda hozir juda ham yaxshi diagnostika qilinadi UZI apparati orqali. O'shaning uchun qizlarni biz faqat UZI apparati orqali plus yana gormon tekshiruv orqali tekshirib olishimiz mumkin. Agarda qizingizda o'zgarishni sezayotgan bo'lsangiz, albatta ota-onalarga tavsiyam akusher ginekologga maslahatga albatta olib borishingiz shart.